DTSPni kech aniqlash qanday oqibatlarga olib keladi? Keling, DTSP nima? Bolalar serebral falaji bu perinatal davrda, ya'ni homiladorlik davrida bolaning bosh miyasida turli xil zararlar natijasida, asosan harakat markazida patologik o'zgarishlar bilan kechadigan kasallik. Ya'ni bosh miyada harakat va sezgi markazlari bo'ladi. Ko'proq shu sohalar zararlanganligi uchun zararlanish sohasiga qarab bolalarda, asosan qo'l, oyoqlarda harakat sezgilarining buzilishi. Misol uchun tirsak bo'g'imda bukilib ochilishi qiyin bo'ladi bolalarda. Yurishi kech bo'ladi. DTSP tashxisi 3 yoshda qo'yiladi. Chunki yuqoridagi belgilar boshqa kasalliklarning belgisi yoki ularning asorati ham bo'lishi mumkin. 3 yoshgacha bu belgilar to'g'ri va aniq davolanganda yaxshi bo'lib ketish ehtimoli bo'ladi. Shunday ekan, DTSPni kech aniqlanmaydi, o'z vaqtida aniqlanadi. Lekin o'z vaqtida muolaja qilinmasa, bolada nogironlik va bir umr yotoq holatda qolishi mumkin. Reabilitatsiya muolajalari o'z vaqtida va to'g'ri olib borilsa, bola albatta yurib ketadi. Ushbu foydali videomiz sizga yoqqan bo'lsa, barcha yaqinlarga yuborib qo'ying. Zero hamma xabardor bo'lsin.